Kechki raspakowkachi. Germaniyada yashaydiganlar bilishadi. Mana bu DM magazindan bitta narsa olaman deb kirib, 10 ta narsa bilan chiqasiz. Men dezodorant olishga kirgandim va mana bir sumka narsa bundan ko'p joy olayotgani bu bumajniy qog'oz salfetkalar oshxona uchun va men yana kollagenimni ichishni davom ettirishni boshlayman. Bir anaqa upakovkasini ichib bo'lgandim, hozir yana dashi ichmoqchiman. Va albatta o'zim maqsad dezodorant oldim. Bundan tashqari ham bitta narsa oldim, o'zimlarni ko'rsataman. Qaranglar, mana bunaqa narsa oldim. Bu tatuajda xuddi labga izi qoladi. Mana bunaqa ko'rinishda. Ikki xil rangidan oldim. Sinab ko'raman hozir. Undan tashqari mana bunaqa tush oldim. Buni ishlatib ko'rmaganman bunaqa tush hech. Va mana bunaqa lak.